Rickettsia bu ikkita asosiy bakteriyalar guruhini o'z ichiga olgan gram-manfiy kokobakteriyalar turkumi. Birinchi guruhga a'zolar kiradi. Ularning asosiy turi Rickettsia rickettsii bo'lib, u kokki tog'-dog'li isitmasi deb nomlanuvchi kasallikni keltirib chiqaradi. Ikkinchi guruh tifning turli shakllarini keltirib chiqaradigan tifoid rickettsii. Bularga quyidagilar kiradi: Rickettsia prowazeki epidemik tifning qo'zg'atuvchisi, Rickettsia tifi endemik tifning qo'zg'atuvchisi. Rickettsia juda kichik bakteriyalar bo'lib, diametri atigi 0,7-2 nanometr. Ularning hujayralari mikrokapsula bilan o'ralgan plazma membranasidan iborat. Sitozol tarkibida ribosomalar va bitta dumaloq xromosoma mavjud. Rickettsia yupqa hujayra devoriga ega va gram bo'yash paytida kristal binafsha bo'yog'ini yomon ushlab turadi. Shuning uchun ular gram-manfiy bakteriyalar sifatida tasniflanadi. Biroq ularning gram-manfiy tuzilishi zaif ifodalangan bo'lib, ularni odatiy gram-manfiy mikroorganizmlardan ajratib turadi. Shuning uchun ular klassik ravishda gram-musbat bakteriyalar deb hisoblanadi. Biroq bular juda zaif gram-musbat bakteriyalardir. Shuning uchun ularni vizualizatsiya qilish uchun Gibbs, Himens yoki Machiavellian bo'yash kabi maxsus bo'yash usullari zarur. Gibbs bo'yash bilan bakteriyalar ko'k binafsha rangda ko'rinadi. Himens bo'yash bilan ular ko'k yashil fonda qizil rangda ko'rinadi va Machiavellian bo'yash bilan yorqin qizil bakteriyalar ko'k fonda ko'rinadi. Ular harakatsiz va obligatsiyalangan hujayra ichidagi mikroorganizmlardir. Ya'ni ular faqat hujayralar ichida yashay oladilar, chunki ular ikkita muhim energiya birikmasini H+ va koenzim A ni ishlab chiqara olmaydilar. Buning o'rniga ular ularni evkaryot hujayralardan oladi. Shunday qilib, ularni in vitro sharoitida rivojlanayotgan tovuq embrionlarining sarig'i qopchasida o'stirish mumkin. Ammo ularni tovuq embrioni fibroblastlari, sichqoncha el hujayralari va hamster hujayralari kabi hujayra kulturalarining monoqatlamlarida o'stirish qulayroq. Bu turlarning har biri o'z vektorlariga ega. Rickettsia rickettsii kana chaqish orqali, Rickettsia prowazeki najas orqali va Rickettsia tifi burgalar orqali yuqadi. Ular tanaga kirgandan so'ng ular juda o'xshash yo'llar bilan kasallik keltirib chiqaradi. Birinchidan, ular qon tomirlarini qoplaydigan endotelial hujayralarga birikadi va ularga kirib boradi. Bu jarayon lipopolisaxaridlar va Rickettsia tashqi membrana oqsillari deb ataladi. Shuningdek, adgezinlar vazifasini bajaradigan sirtqi ochiq oqsillar o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirni o'z ichiga oladi. Membrana oqsillarining ikkita turi mavjud: A va B. Rickettsia rickettsii ikkala turga ham ega. Prowazeki va tifi faqat B ga ega. Biroq oxir-oqibat barcha ricketsiyalar endotelial hujayralarga birikish uchun mavjud romb va sipdan foydalanadilar. Adgeziyadan so'ng Rickettsia mezbon hujayra membranasida joylashgan Q70 deb nomlangan oqsilga bog'lanadi va uni faollashtiradi. Faollashtirgandan so'ng Q70 ubikvitin ligaza deb ataladigan fermentni faollashtiradi. Ubikvitin ligaza Q70 ning ubikvitinlanishiga olib keladi va Q70 ga ubikvitin molekulasining qo'shilishi hisoblanadi. Bu jarayon hujayra aktinning polimerlanishi va qayta joylashishiga olib keladigan bir nechta signal yo'llarini faollashtiradi. Bu esa hujayra membranasining kengayishiga olib keladi va bakteriyalar joylashgan pufakcha hosil qiladi. Keyin pufakcha hujayra membranasidan ajralib, hujayra ichida fagosoma hosil qiladi. Fagosoma ichida Rickettsia fagosomal hujayrani buzish va sitoplazmaga chiqish uchun ikkita ferment fosfolipasa D va TLYC dan foydalanadi. U yerda u binar bo'linish orqali ochiladi. Keling, Rickettsia va boshqa ikkita tur Rickettsia prowazeki va tifi o'rtasidagi muhim farqlarni tushuntirib beraylik. Rickettsia hujayralari hujayradan hujayraga o'tish, aniq zarar yetkazmasdan hujayra membranalariga kirib borish qobiliyatiga ega. U aktinga bog'liq harakatchanlikni namoyon etadi, ya'ni bakteriyaning bir uchidagi mezbon hujayradan aktin filamentlarini jalb qiladigan va dum hosil qiladigan oqsillar to'plamiga ega. Bakteriyaning oxirgi qutbida tobora ko'proq faol filamentlar jalb qilinib, polimerizatsiya qilinganligi sababli bakteriya raketa kabi sitozol orqali hujayraning yon tomonidagi barmoqsimon proyeksiyalarga, ya'ni filopodiyaga qarab oldinga siljiydi.
Bakteriyani o'z ichiga olgan filopodiya bakteriyaning o'zidan bir necha baravar uzunroq bo'lishi mumkin. Bakteriya uchida joylashgan va bakteriyani o'z ichiga olgan proyeksiyalar qo'shni hujayralar tomonidan fagositozlanadi. Shu tarzda bakteriya qo'shni hujayralarga tarqaladi. Boshqa tomondan rikketsiyalar, provosekitlar va tifi endotelial hujayralar ichida ko'payishni afzal ko'radi. Oxir-oqibat hujayralar yorilib, bakteriyalarni hujayra bo'shlig'iga chiqaradi. U yerda ular boshqa hujayralarga birikadi va bostirib kiradi. Bu siklni qayta-qayta takrorlaydi. Oxir-oqibat barcha rikketsiyalar endotelial hujayralarga va mayda qon tomirlariga zarar yetkazadi. Ammo mexanizm hali to'liq tushunilmagan. Keyinchalik shikastlangan endotelial hujayralar nekroz yoki apostazga uchrashi mumkin. Hujayra nekrozi bakteriyalar tomonidan qo'zg'atiladi. Apostaz esa CD8 plyus sitotoksik limfositlar ta'siri kabi immun effektor mexanizmlari tomonidan qo'zg'atiladigan dasturlashtirilgan hujayra o'limidir. Nekroz paytida hujayra yorilib, ichki tarkibini qo'shni hujayralarga chiqaradi. Bu esa yaqin atrofdagi immun hujayralarni o'ziga tortadi va yallig'lanish reaksiyasini qo'zg'atadi. Immun hujayralari proteazalarni, oqsillarni yo'q qiladigan fermentlarni, shuningdek, beqaror va zarar yetkazadigan reaktiv kislorod turlarini ajratadi.